Men defektologman, Sakina Zafarovna va judayam ko'pchilik meni Sakina Zafarovna deb biladi, lekin asosiy ish faoliyatim nimadan iborat ekanligini bilishmaydi. Va bugun men sizlarga aniq, tiniq, eng zo'r ma'lumotlarni beraman va aniq ishonamanki, sizni farzandingizga kerak bo'ladigan mutaxassis bo'lsa, aynan menga murojaat qilasizlar. Yoki defektologiya yo'nalishiga kirmoqchi bo'lgan mutaxassis bo'lsanglar, siz defektolog ishlari nimalardan iborat ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Qani ketdik, defektologiya haqida gaplashamiz. Defektolog o'zi kim? Ya'ni bolalarni kognitiv jarayonlari bilan ish olib boruvchi oliy ma'lumotli mutaxassis. Atrofdagi dunyo, haqiqat va ma'lumotlarini qayta ishlash va o'zlashtirish qobiliyatini o'zlashtirish uchun olib boriladigan mutaxassis hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, xotira, diqqat, nutq, idrok, tasavvur, mantiqiy fikr yuritish, tevarak atrofda sodir bo'layotgan voqealarni adekvat baholash, ya'ni to'g'ri munosabatda bo'lish, ma'noni sezish organlari orqali idrok etish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi, aynan shu ko'nikmalarni o'rgatuvchi eng zo'r mutaxassis hisoblanadi va alohida ehtiyojli bolalarga yana ham yaxshiroq yordam beruvchi, eng zo'r ma'lumotlarga ega bo'lgan va miyaning to'g'ri strukturasini biladigan va to'g'ri baholay oladigan, miya haqida katta ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassis hisoblanadi. Ya'ni men defektolog, hazillashdim. Defektolog autizm yoki rivojlanish nuqsoni bo'lgan bola uchun juda muhim mutaxassis. Ko'rinadigan natijalarga erishishga yordam beradigan, to'g'ri defektologni qanday topish mumkin? Masalan, siz aytishingiz mumkin, meni bolam zipir, meni bolam autizm, lekin to'g'ri defektologni qayerdan topaman deyishingiz mumkin. Eng avvalo yaxshi defektolog miyaning kuchli tomonlarini to'g'ri aniqlaydi va uni to'g'ri rivojlantiradi. Agar kognitiv nuqsonlar va aksincha o'zaro ta'sirning eng rivojlangan kanallari to'g'ri aniqlansa, bu samarali o'quv dasturini yaratishga imkon beradi. Bilasizlar, nazariysiz amaliy yo'q. Nazariy mukammal bo'lsagina amaliyot mukammal bo'ladi. Yaxshi defektolog o'qitish vositasini to'g'ri aniqlaydi. Misol uchun, agar bola og'zaki ma'lumotlarni idrok eta olmasa, defektolog taktil amaliyotlar yoki vizual yordam orqali, vizual ko'nikmalar orqali harakat qiladi. Agar u mantiqiy zanjirlar qurmasa, tahlil qila olmasa, gapira olmasa, lekin uning aql zakovati buzilmagan bo'lsa, defektolog bolaga ma'lumot yetkazishga yordam beradigan kartochkalar, metodikalar, tayoqlar, bizda juda ham hozirgi kunda metodikalarni turi ko'p, ham harakat qilib, ham bola bilan vestibulyar tizimi, propriotseptiv jarayonlar ustida ishlab, aql faoliyati ustida ishlab, o'zini metodikalarni quruvchi va zo'r metodikalardan foydalanuvchi mutaxassis hisoblanadi. Va yaxshi mutaxassisning asosiy belgisi har doim vazifalarni murakkablashtirib boradi. Biz do'y-po'sa qilish jarayonida nima uchun har 3 oydan 6 oygacha, 6 oydan 9 oygacha, 9 oydan 12 oygacha tahlil qilamiz. Tahlil qilishimiz bizda juda ham uzoq vaqt bo'ladi va sizlarga oxirgi tahlil qilish etaplari haqida aytib ketaman. Ya'ni men o'zim diagnostika o'tkazaman. Har bitta bolani do'y-po'sli nima uchun natijalar doimiy yaxshi bo'ladi? Chunki bolalarning holati tekshirib borilishi kerak. Asosiy oxirgi etaplarimiz kognitiv muloqot va shaxsiy nutq yetukligi hisoblanadi. Bola kognitiv jarayonlarga tayangan holatda nutqini mukammal ifoda etib berishi va hayotiy va professional kommunikatsiyaga erishganlik holatiga olib chiqishimiz kerak. Albatta, bu bizning oxirgi etaplarimiz. Shu etapgacha borgan bolalar bor va bu etapgacha sabri chidamagan ota-onalar ham bor. Nima uchun shunaqa deyapman? Chunki asosan bizda bola gapirib ketgandan keyin, tushungandan keyin bo'ldi, o'ylashadi, bo'ldi, hamma narsa mukammal deb. Keling, biz aytib ketamiz, bunga nimalar kiradi.
kompetensiya haqida gaplashamiz. Kommunikativ kompetensiya. Ya'ni bu yerda ijodiy nutq, ertak so'zlab berishi, hikoya topib berishi, rolli o'yinlarda personaj sifatida gapirishlari, o'z his-tuyg'ularini obrazli so'zlar bilan ifodalay olishlari shart. Faqat gapirib ketishi va tushunishi emas. Biz shu oxirgi etapgacha bolani olib chiqishimiz kerak. Ayniqsa ZPR diagnozidagi bola, hattoki autizm diagnozidagi bola bilan ham. Muomala strategiyalarini alohida qo'yish kerak bo'ladi. Fikrlarni turlicha yo'l bilan aytish. Men xafa bo'ldim, men o'zimni yomon his qilyapman. Ya'ni bu ikkalasi ma'nosi bitta narsani bildiradi, lekin turli xil ko'rinishda aytib berishi. Munosabatda munozaraga kirishi, munozara yoki bahsda o'z fikrini ifodalashi, eta olishi va o'z fikrida qat'iyan qolishi va o'zini to'g'ri deb bilishi. Mana shu pog'onalarga olib chiqishimiz kerak diagnozdagi bolalarni. Va biz aytmaymiz, bu bizning nechinchi pog'onamiz. Lekin shu bosqichgacha chiqqan bolalarimizni idrok qilishi, analiz qilishi, tafakkur qilishi, farqlashi judayam mukammal darajaga chiqqan bolalar deb ayta olamiz. Hattoki buni boshqa bir mutaxassislar ham bu etapida so'rab surishtirmaydi. Bola gapiryaptimi, oilada nechta odam bor, nechta odam yashaydi. Aynan shularni o'zini so'rashadi va nechta fasl bor. Bizga fasllar to'g'ri, keyingi etaplarda muhim. Boshlang'ich etapda deganda ham hattoki biz 9 oygacha jarayonda ham muhim emas. Chunki bizga ijtimoiylashish muhimroq. Mana shunaqa aynan logo bilim markazimizda ZPR, autizm, sensomotor tip, xullas aqliy va nutqiy faoliyati orqada qolgan bolalar bilan biz korreksion ishlarni olib boramiz va shunaqangi diagnostika qilamiz va har bir pog'onasini baholaymiz. Aynan logo bilim sizni farzandingizni aqliy faoliyati va nutqiy faoliyatini o'zini tengqurlariga nisbatan yetib olishi uchun yordam beradi.